Staging array bilan ishlash va commitga bag'ishlangan amaliy darslarimizni boshlaymiz va local repository uchun myrepo deb nomlangan folder yaratib olamiz va bu folderga kirib gitni initsializatsiya qilamiz. Git commitlarni yaratish uchun kerakli bo'lgan konfiguratsiyalar bor, talab etiladigan, ya'ni bu username va user email va shularni set qilib olamiz. Git commit komandasini yozgan paytimiz agar command line'da message ko'rsatmasak, qaysi editorni ochib berishini gitga ko'rsatish uchun core editor konfiguratsiyasini vim editoriga to'g'irlab qo'yamiz. Repositoryni root folderida index.html fayl yaratib olamiz va uni git add komandasi orqali staged arrayga qo'shamiz. Git status komandasi orqali ko'rishimiz mumkin. Index.html fayli staged arrayga qo'shilgan va bu bizga o'zgarishlarni commit qilishimiz mumkinligini ko'rsatib turibdi. Repozitoriyda yana bitta boshqa fayl yaratib olamiz va uni style degan folderni ichiga joylaymiz. Git status komandasi orqali holatni ko'rganimizda ko'rishimiz mumkinki, commit qilishga tayyor bo'lgan o'zgarishimiz staged arrayda index.html va undan tashqari untracked fayllar bor. Bu fayllar style folderini ichida ekanligi ko'rsatilgan. Endi index.html ga yangi qator qo'shib, keyin git statusni yana boshqatdan ko'radigan bo'lsak, avvalgi index.html ga qo'shib va uni staged arrayga o'tkazgan o'zgarishlarimiz hali ham staged arrayda turibdi va undan tashqari working arrayda index.html uchun yana yangi o'zgarishlar ko'rishimiz mumkin. Bundan ko'rinadiki, git faqatgina fayllarni o'zi bilan emas, uni ichidagi o'zgarishlar bilan ishlaydi. Hozirgi holatimizda index.html bitta faylni o'zi ham staged arrayda turibdi, ham stagedga o'tkazilmagan o'zgarishlar sifatida working tree'ni o'zida ham turibdi. Git add komandasi orqali va unga nuqtani argument sifatida berish bilan hamma working tree'da turgan o'zgarishlarni staged arrayga o'tkazib yuboramiz. Index.html faylini ichiga bir nechta qatorlarni qo'shib, uni staged arrayga o'tkazib oldim va undan keyin xuddi shu faylni ikkita joyiga, ikki xil qatoriga o'zgartirish kiritdim va endi buni patch mod yordamida git add komandasi bilan interaktiv usulda qo'shishni ko'rib chiqamiz. Index.html faylidagi o'zgarishlarni patch mod bilan staging arrayga o'tkazmoqchi bo'lganimda menga ikkita qatorda o'zgarish borligini ko'rsatdi va bu o'zgarishlarni yana ham mayda o'zgarishlarga split qilishini so'raganimda shu qatorlarni alohida mendan git so'radi. Kelinglar birinchi qatorni kiritamiz, ya'ni staged arrayga o'tkazish uchun tanlaymiz. Ikkinchi qatorni, ikkinchi change bo'lgan qatorni bo'lsa skip qilamiz. Git status komandasi orqali repozitoriyadagi holatni ko'radigan bo'lsak, index.html dagi o'zgarishlarni bittasi staged arrayga o'tganini ko'rishimiz mumkin, ya'ni staged arrayda ham ko'rishimiz mumkin index.htmlni mavjudligini, hamda staged arrayga o'tmagan o'zgarishlar sifatida ham bu faylni ko'rsatib turibdi. Va git div komandasi orqali working tree bilan staged array orasidagi farqni ko'radigan bo'lsak, biza skip qilib o'tkazib ketgan qatorimizdagi changelarni div sifatida ko'rsatib berdi. Staged arraydagi hamma o'zgarishlarni commit qilib olamiz. Staged arrayda hech qanaqa o'zgarish qilmasdan turib, yana yangi commit qilmoqchi bo'lsam, bu menga ko'rsatdiki, hech qanaqa o'zgarishlar yo'q commit qilish uchun va git log komandasi orqali yana commitlarni ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, bizda hech qanaqa yangi commit yaratilmadi. Lekin menga agar yangi commit kerak bo'ladigan bo'lsa, bo'sh bo'lsa ham allow empty optionidan foydalanib men bo'sh commit yaratishim mumkin. Va git log komandasi orqali endi ko'rganimizda commitlarning ro'yxatida yangi commit paydo bo'ldi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q bo'lsa ham. Index.html faylida qolgan oxirgi o'zgarishni git add komandasi orqali staging arrayga o'tkazib olamiz. Va git commit komandasini hech qanaqa commit message'siz ishga tushirganimda menda editor ochildi. Nima uchun? Commit message'ini yozishim uchun. Va bu editorga endi men bitta qatordan ko'p bo'lgan commit message'lar yozishim mumkin. Commit message uchun subject hamda bitta bo'sh joy qoldirib message body'sini yozamiz.
git log komandasi orqali commitlarning history'ini ko'rsak, oxirgi qo'shgan commitimiz ham ko'rindi va yozgan messajimiz bittadan ko'p edi qatori. Va shu hammasi to'laligicha git log komandasida outputida ko'rinib turibdi.